Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rishlarimizga yana bitta obyektimiz tayyor bo'ldi. Bu obyektimiz uzunligi 10-70 firmalarimiz. Oralari 1.30 dan tashalgan, stiklavatalar yopib, tunkalarni qatirib berdik. Orqa frontonlarga javob berdik. Firmalarimiz orasi har biri 30 dan tashalgan. Reykalarimiz orasi 65 cm dan. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Katta sklat, zavodlar, dusturlarni, molxona, to'yxona, uylar tomi, naves, shunga o'xshagan tomlarni konteyner profildan yopib o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu joyimiz 288 kvadrat. Konteyner profilidan 4x4 bo'ladi, korobka holatda, ichlari ugonli. Bir skatli navesimiz. Bu joyimiz organizatsiyaning usti bo'lyapti. Mashina tuzatadigan joyni ustini yopib, o'rab, tunkalarni qo'yib, siliflarni qatirib berdik. Bemalol telefon qilib so'rasizlar. Yog'ochda bunaqa 10 metrga yopa olmaysizlar. Firmalarimiz 10-70, 25-30 metrgacha bez ustun holatida yopib, o'rnatib beraveramiz. Konteyner profilidan. Shu joyimiz ofsi 10-70 ga uzunligi 26 metr, 45 millionga bitkuz berdik. Tunkasini olib berdi. Qatirib berish tunka xizmatlari ichida. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hamma material o'zimizdan. Pulini kelishamiz. Dogovorni qilamiz, ish boshlanaveradi. To'yxonalarda, molxona, katta zdaniya, sklatlarda, ponni, konteyner mahsulotidan o'zimiz yopib xizmat ko'rsatamiz. Firmalarimiz orqa frontonlari bemalol 25-30 metrgacha bez stoki yopib beraveramiz. Lombos qilsa ham bo'laveradi, pena quydirsa ham bo'laveradi. Nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol maslahat olib telefon qilaverasizlar. Yoqqan bo'lsa like, podpiskani ayamaysizlar. Rossiyada yurgan akaxonlarimiz ko'rib maqsad telegramlarimiz bor. Nomerimizni qoldiramiz. Bemalol telegramdan aloqaga chiqib maslahat olsa bo'laveradi.